Yosh oila maza qilib yashaydigan uyimiz mebel texnikalari bilan sotilyapti. Eshonguzar mahallasida joylashgan. Orientirimiz Algoritm 30-mavzeni ro'parasida bo'lyapti. 8 qavatli novostroykani 7-qavatida joylashgan. 2 xona 72 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish vhodnoy eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizga shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelniy, faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda zalimiz joylashgan. Zalimiz katta bo'lganligi uchun bir qismi shunaqa divanli zona qilib qo'yilgan, bir qismini bo'lsa o'zingizlarning xohishingizga qarab stol zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Uyimizda shunaqa chiroyli lyustralar, pardalar, gilamlar, hattoki bu yerga konditsionergacha o'rnatilgan. Bu yerda televizorni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Uyimizning hamma mebel texnikalari qoladi, hammasi yangi, hali umuman ishlatilmagan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televideniya hamma sharoitlari bor. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda общий sanuzilimiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzilimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizda to'liq iliq pol o'rnatilgan. Iliq pol bilan birgalikda uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlar ham tayyor o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ham mebel texnikalar bilan jihozlangan. Texnikalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda xolodilnik, gaz plita, vichka, kir mashina, bu yerda moyka, bu shkopimiz ichida bo'lsa uyimizning yuragi bo'lgan kotelimiz o'rnatilgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa ochiq rangdagi eshiklar va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizni ham hamma kerakli mebellar bilan jihozlangan. Faqat kiyim-kechak olib kelsanglar bo'ldi, uyimizda yashash uchun tayyor. Bu xonamizni o'zini alohida bu yerda balkoni ham bor. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizni ko'rinishi, mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, частный maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta bozorlarga, Abu Sahiy, Ipodrom, Bekto'pi va Urizor bozorlariga yaqin joyda joylashgan. Bu joyimizni o'zini ko'rib turganingizdek avtoturargohi ham bor. Mahallamizni asfalt qilingan. Betonkadan 100 metr masofada joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol